bu mahallani fayzliligini qaranglar, okalar, kim beradi sizlarga shunaqa fayzli mahallada umumiy 8 sotka yer maydoniga ega bo'lgan mana shu tayyor kelib yashaydigan uchastka srochniy narxlarda ko'rsatamiz. Mahallaga bitta e'tibor berib qo'yinglar, ko'rasizlarmi? Fayzli, tinch mahalla ekan. Bu yoqlarni qaranglar, okalar, oldida suvlar ham o'tgan ekan. Umumiy 8 sotka yer maydoniga ega bo'lgan, tayyor o'zini binosi bor, kelib yashayman, alohida imorat qilaman desanglar ham zo'r variant bo'ladi. Ko'cha fasadini o'zi 16 metr chiqadi. Ichkariga to'g'ri to'rtburchak shaklda 50 metr atrofida kiryapmiz. Shunaqa arzon variantlarni o'tkazmaslik uchun hozir videoga bitta like bosib, bizga obuna bo'lib qo'yinglar, okalar. Quruvchilar uchun ham juda ham zo'r variant bo'ladi. Bitta ko'cha tashlab, okalar, tayyor kottejniy garodok qiladigan joyi O'rta Chirchiq tumani Aranchi MFda joylashgan bo'ldi. Orientir 64-maktab bo'ladi. 64-maktabdan taxminan 400-500 atrofida tushib keldi. Fayzli mahallada 1 sotka $4750 srochniy variantga albatta kelishiladigan joylar bor. Pastda egalar nomeri savdolashib olsanglar bo'ladi.